Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan safar Damashqaga vaqtim bo'lmadi, uzr so'rab qolaman. Xo'p, bugun bizda yangi Damashqa keyingi hafta uchun. Biz avvalambor Wixdan boshlasak. Uh, Wix shunaqangi bir indikator desa bo'ladi. Mana bu joyda uruvlar belgilab qo'yganman. 30dan o'tsa tepaga xavfli degani. 8dan pastga tushsa bu ham xavfli degani. Ya'ni bozorda fluktuatsiya deydi, ya'ni volatilность degan bo'ladi. Volatilность juda yuqori bo'ladi, xavfli bo'lib ketadi. Ko'p ishlar, ya'ni nima deydi, o'rgangan modellar ishlamay qolishi mumkin yoki ko'p stop oladi yoki ko'p o'xshamay qoladi, ya'ni точка входalar bermaydi bozor. Shunaqangi holat bo'ladi. Bizda o'tgan 2 hafta davomida shu vaziyat bo'lyapti. Ya'ni tariflar va savdo janglari boshlangan. Rosa tepaga chiqib ketgan, mana 60 ga qarab kelgan. Xo'p, hozir orqaga qarab ketyapti, ya'ni 30 ga zonaga kiryapti. Bu degani yaxshi degani. Ya'ni shu 30 dan pastga tushib olsa, bu yog'i spokойно bozor bo'ladi va yana odatiy holda ishlayveramiz. Xo'p, VIX ga kelsak, mana shu VIX ga fikrim. Xo'p, normal holatga qaytyapti bozor. Xo'p, biz dollar indeksdan boshlaymiz. Biz dollar indeksi birinchi bo'lib Damashqada. Tak. Bizda zo'r holat, chiroyli holat. Dollar indeksi men ko'ryapman ko'proq shortga, ya'ni mana shu o'rindan pastga qarab short. Agar videolarda boshdan ko'rayotgan bolalar bo'lsa, treyderlar bo'lsa biladiki, biz dollar indeksi bizga qolgan paralarga уже yo'nalish berib ketadi. Agar dollar indeksi pastga ketsa, qaysidir valyuta juftliklari tepaga qarab ketadi. Buni bolalar biladi. Damashq qilayotgan yoki kanalda borlar bilishadi. Demak, mani hozircha ideyam shu. Birinchi ssenariy, ya'ni shortga proboy bo'ladi. Ikkinchi ssenariy, demak, mana shu joydan tepaga ketishi mumkin. Отбой bo'ldi. Hop, davom etamiz. Bizda birinchi para AUD USD, ya'ni Avstraliya dollari. Buni 2 hafta oldin qilgan Damashqdan turibdi hali ham. Hop, pastda belgilab qo'ygan joyimda xuddi keldi narx. Hop, bu yog'iga qanday harakat qiladi? Mana shu urovlar hali ham aktual. Ya'ni shu 64.05 narxdan bu yog'iga, ya'ni long bo'ladi. Long bo'lish kutilyapti. Juda chiroyli o'sib kelgan tepaga long bo'lib. Yangi uroving bormi? Biz ko'ramiz. Bu urovlar уже aktual emas. Va e'tibor bering mana bu barlarga, ya'ni yopilishi, narxni ochilishida birinchi kun, ikkinchi kun va uchinchi kun mana bu уровеньda oldida yopilyapti. Mana shu уровеньga juda yaqin yopilyapti. Bu degani proboy bo'ladi degani, ehtimol juda ham katta. Proboyni faqat mana bu tepadagi уровеньdan ko'rish kerak. 64.05 dan ko'ramiz. Buni ichida biz ishlamaymiz, ya'ni savdo qilinmaydi. Qaramaymiz bunga. Mana shu tepasini qilib ko'ramiz. Так, пока что уровеньlari yo'q. No, bo'lishi mumkin bizda Fibonacci yordamida qo'shimcha bir kirish nuqtasini topib qo'yishimiz mumkin. Tak. Ko'ramiz mana buni. 38. Mana shu 38 dan buy limit, limitka bilan ishlasak bo'ladi. Tamam, shuni belgilab qo'yamiz. AUD USD ga mana shu ideya. Keyingisi bizda yevro dollar. Yevro dollar. Yevro dollarga men отдельный ideya bergandim, ikkita. Bu yil g'oyasi deb nom berdim. Ya'ni juda katta short bo'ladi, ya'ni short bo'lishi mumkin. No, biz hozir endi mana shuni o'zidan kelib chiqib bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda energiya yig'ilyapti bozorda. Demak, mana shundan bu yoq tepasiga long bo'ladi, long bo'lishi mumkin. Tak. Agar short bo'lsa, demak, mana belgilab qo'ygan joyimiz, ya'ni 0.87 bizda take profitimiz. Yoki 0.80 80 ga tushish kerak. Agar bu pastga qarab qulasa.
yoki tepaga long bo'ladi. Mana shu уровеньdan long kutiladi. Yevroga пока что shu kunlik time frame'da keyingi hafta uchun. Va buni aytib o'tganman alohida videoda yil g'oyasini kutyapman, ya'ni short bo'lishini kutaman. Mana shu уровеньga qarab. Balki take profitni biroz pastga tushirishimiz ham mumkin. Bu hozir bo'lmaydi, yaqin o'rtada bo'lmaydi, lekin kelgusi 5-6 oyda juda bir chiroyli short bo'lishini kutishimiz mumkin. Bu endi bozorda momentda yangilab ketaman. Ideyani ko'rib chiqamiz birga yana. Hozircha shu yevroda. Hop, USD GPI belgilab qo'ygan zonamizga kelyapti уже. 141.92. Tak. Trading View, bu kim ekan? Hozir ko'ramiz. Bu aytayaptiki, pastga tushib mana chiqdi deyapti-da, lekin aslida bunaqa bo'lmagan. Aslida bunaqa bo'lmagan. Ya'ni mana bu narxlar qarang narxini 78. Aha. Tak, bizda yangi take profit bor, kстати. 62 ga tushirganmiz yangi take profitni. Biz bundan olgandik. Biz yangi take profitimiz 141.62. 62 mana. Demak, biz shuni kutyapmiz. Shu yoqqa tushishini. Shu take profit olamiz, keyin ko'rishimiz mumkin. Keyingi ideyani, ssenariy hozircha yo'q. Men kutyapman, keyingi hafta, ya'ni shuni olamiz. Shu take profit. Dushanba kuni olishimiz mumkin, seshanba olishimiz mumkin. Bir marta tushib chiqdi. Biz take oldik bir marta, ya'ni biz spread hisobiga biz take oldik. Takeimiz biroz teparoqda edi shu hisobiga. Bizga narx butunlay tushishi kerak, keyin g'oyani yangilaymiz. Ideyamiz yangi bo'ladi. Пока что shu short shu narxga kelishini kutamiz. 141.62 ga. Funt, hop, belgilab qo'yganimdek hammasi ishlab bergan va dальше yana long ketyapti. Hop, bu yerda endi oddiy analiz qilib ketiladi, texnik analiz ishlaydi. Higher high deyiladi. Agar high yangilasa, mana bu hop, to'xtaymiz mana shu yerda. Juda chiroyli emas. Tak. Agar уровень oldida narx yopilsa, mana bunaqa holatda va nima deydi, уровень oldida bo'lsa, keyingi hafta yoki keyingi kuni biz provoyni kutamiz. Ya'ni provoy bo'ladi bemalol. Bu kunlik time frame H1 da, H4 kunlik kichik time frame'da mana shu joydan qidirsangiz bo'ladi. Ya'ni energiyani to'planishi qidirsangiz bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Bunaqangi kelishi ham zo'r kelyapti. E'tibor bering, low narxiga, ya'ni low narxlar tepaga qarab mana surilib boryapti va mana provoy bo'ldi ozgina. Va bu provoy yana katta bo'lishi kerak. Bizda qanaqadir impuls, bizda svecha bar bo'lib berishi kerak impuls. Demak, funtda yana o'sha long ideyasini qarab ketamiz. Demak, funt ham long. Bitcoin o'tgan safargi Damashqani belgilab qo'yganman. Hech qanaqa yangilik yo'q. Hop, kelishi mumkin. Men tepada belgilab qo'ygan narximga. Ko'ryapsizmi, bu yerda уже range boshlandi. Range harakati boshlandi. Biz ko'rsak bo'ladi, shu tepadan bu joydan, demak, откат shortga, pastdan откат longga. Demak, bizda ikkita ideya bor. Hozircha o'rtasida. Biz mana buni ko'rishimiz mumkin. Energiya to'plandi deb, lekin bu juda ham xatarli holat. Mana tepani qarang, oldida chap tomonda уровеньlar ko'p bu yerda. Ya'ni highlar juda ham ko'p. Xavfli joy. Demak, biz prosta olib ko'rishimiz mumkin va kuzatishimiz mumkin shu joyda.
lekin savdo qilish tavsiya qilinmaydi albatta. Tilla, jonajon tillamiz. Birinchi. Aha, tillamiz short bo'lgan ekan oxirgi kuni. Okey. Hop, yana bir oddiy klassikada, bu texnik tahlilda eng klassikasi. Demak, mana shu haydan long. Narx qaytib kelsa, shu hayni yorib o'tsa, ketdi long. Hop, agar pastga tushish kerak bo'lsa, shortni kutamiz. Short esa faqat mana bu narxda. Mana shu narxda, demak, short bo'ladi. Uni orasida ishlashimiz qiyin juda ham. Kichkina time frame ishlab ko'rsa bo'ladi, lekin juda ham xavfli holatda. Qarang, hozir yana longga qarab ketyapti. Bu yerda Fibonacci zo'r ishlab bergan. Bitta ko'rsa bo'ladi, откатdan kirsa bo'lardi. Biz o'tgan hafta kirdik, ya'ni tillada yaxshigina daromad qilib oldik. Tillani men yana kutaman, shu long tendensiya juda ham yuqori. O'zi tillani qimmat bo'lishi bu tarixiy holat va bu yaxshi signal emas. Bu juda yomon signal o'zi aslida. Ya'ni iqtisodda tillarni narxi oshib ketishi bu yomon signal. Lekin biz ishlayveramiz hammasiga. Hop. Menimcha shular bitta brend ko'rishimiz mumkin. Neftni. Brend neft. Brend neftga men damashqa qilgandim bunga отдельно. Mana shu уровеньlar. Ya'ni pastda Fibonacci уровеньlari bor. Mana shu уровеньdan long 68-18 dan mana bu lokalniy уровеньdan biz ishlashimiz shart emas. Bu xavfli joy. Longga faqat mana buni tepasi, demak, pastga tushsa, demak, bulardan long ko'rishimiz mumkin neftda. Yoki qanaqadir yangilik chiqishi mumkin, ko'ramiz. Yomon yangilik chiqsa, demak, yana short bo'ladi. Shortga hali ko'rganim yo'q. Biror bir yaxshi o'rin yo'q shortga. Shortga mana bulardan ketsa bo'ladi. Birinchi nuqtasi, mana bu ikkinchi nuqtasi. Shulardan short. Hop, keyingi haftaga damashqa shular edi. Yana birorta instrumentlarni ko'rib chiqishni xohlasangiz, Telegram kanalimda shu damashqa deb yozaman. O'shanga kommentariy qoldiring. Hammaga rahmat.